endi mahalla fuqarolari, tadbirkorlar, bo'lajak tadbirkor qilish istagida bo'lgan fuqarolar Agrobank Zomin filiali boshqaruvchi o'rinbosari ismim Usmonman. Bizga biriktirilgan mahallalarda har bitta mahallaga borib, o'sha mahallada individual tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolar bilan, tadbirkorlar bilan uchrashuvlarimiz bor. Shu uchrashuvlar navbatdagisi mana sizlar mahallalaringizda bo'lib o'tyapti. Bizning bitta bu yerda maqsadimiz tadbirkorlarning muammolarini eshitib, faoliyatida yuzaga kelayotgan kamchiliklar bo'lsa, qandaydir bank bilan moliyaviy tomonlama qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bank tomonidan o'sha tadbirkorlarimizga berilayotgan kreditlar va Agrobankdan berilayotgan kredit mahsulotlarini tanishtirib o'tish, har bitta murojaat bilan misol uchun har bitta tadbirkor o'zining muammosi bo'lsa, shu muammolarni hal qilish bilan shug'ullanamiz. Har bitta mahallaga borib, hozirgi kunda Agrobankda 7 ta mahalla biriktirilgan Zomin filialiga. O'sha 7 ta mahallada tadbirkorlar muammolari bilan gaplashib, ular bilan suhbat o'tkazamiz, uchrashuvlar qilamizda, o'sha tadbirkorlar bilan birga ishlaymiz. Tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolarni o'sha tadbirkorlik qilish uchun Agrobank tomonidan qanaqa yordamlar ko'rsatilishi mumkinligi to'g'risida tanishtirib o'tamiz. Bizda hozirgi kunda mahallalarda ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, ya'ni tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun beriladigan jismoniy shaxslarga birinchi navbatda beriladigan kreditlarimiz bor. Bu kreditimiz 17 million so'mgacha biznesga birinchi qadam, ya'ni bu endi o'z nomi bilan aytilyapti, biznesga birinchi qadam. Kichik ishlab chiqarishlar, sexlar, qanaqadir ko'proq ayollar shug'ullanishi mumkin bo'lgan bizneslarga kerak bo'ladigan mablag' beramiz, ya'ni kredit summasini beramiz. Kreditning to'ligiga beriladi, 6 oylik imtiyozli davr bilan. Undan keyin kichik biznesdan ozgina shug'ullanib, daromadini oshirgandan keyin